Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Men Tosh Boburjon Abdullayevich, proktologman. Proktolog kim? Proktolog bilmaganlar uchun yo'g'on ichak va to'g'ri ichakdagi muammolar, kasalliklar, uni davolash usullari, uni profilaktikasi bilan shug'ullanadigan, uni operatsiya qiladigan xirurg, vrachga proktolog deyiladi. Bu proktolog kimligini bilmaydiganlar uchun qisqa informatsiya. Bugungi mavzuyimiz analni treshini yoki analni yo'riq. Ko'pchiligimiz eshitganmiz yoki aqllarimizda eshitgan bo'lishimiz mumkin. Anal treshina bo'lib qolman yoki doktorga borganingizda sizga doktor anal treshina bo'lib qolsan, shilliq qavat yirtilib qolibdi degan gapni aytadi. Bu bir kasallik. Proktologiyada uchraydigan kasalliklar orasida eng ko'p uchraydigan kasalliklardan biri. Ya'ni gemoroydan keyin eng ko'p uchraydigan kasalliklardan biri. O'rtoqlar, anal treshina bu gemoroy emas. Bu narsani eslab qo'ying. Ko'pchilik aytadi, menda anal treshina gemoroy bor ekan. Hop, sizda demak ikkita kasallik bor ekan desak, yo'q, menda anal treshina gemoroy bor. Ya'ni ko'pchilik anal treshina bilan gemoroyni bitta kasallik deb o'ylashadi. Bu xato fikr. Anal treshina umuman boshqa kasallik, gemoroy umuman boshqa kasallik. Ikkovini demak lecheniyasi, ikkovini taktikasi, ikkovini davolash usullari bir-biridan tubdan farq qiladi. Shuning uchun bu ikkalasini farqlab olishimiz kerak. Anal treshina bu o'zi nima? Anal treshina bu sodda tilda tushuntirganda to'g'ri ichakning oxirgi qismi anal kanali deyiladi. Analni kanal deyiladi. Aynan shu analni kanal, mana shu oxirida analni kanal. Taxminan teridan boshlab 3-4 santimetrgacha bo'lgan zona analni kanal deyiladi. Analni kanal. Bu analni kanal ichki tomonda shilliq qavat bilan qoplangan. Aynan mana shu shilliq qavatning yirtilishi yoki yorilishi yoki ellipsimon shakldagi defekt hosil qilishi bu anal treshina deyiladi. Yana ham sodda tilda aytadigan bo'lsak, axlat chiqayotganda bemor qattiq kuchanadi, qattiq axlat kelib qoladi. Natijada chiqarib olmasdan, orqadan sig'masdan bu shilliq qavatni yirtib tashqariga chiqadi. Natijada mana shu yirtilgan joyda anal treshina deyiladi, ya'ni anal defekti. Shu kasallikka anal treshina deyiladi. Hop, nima bo'libdi yirtilgan bo'lsa? Har kimimizda ham qachondir qayrimizda yirtilgan. Yiqilib tushgandirmiz, velosiped uchganda yiqilgandirmiz yoki bir futbol o'ynagan yoki boshqa bir ish qilayotganda yiqilgan bo'lishimiz mumkin yoki bu joyimiz yirtilgan bo'lishimiz mumkin. Nimaga aynan bu anal treshina alohida bir kasallik sifatida, demak, nozologik kitobga kiritilyapti, bir kasallik to'g'risida o'rganilyapti yoki alohida operatsiya ishlab chiqilgan. Demak, qo'limiz yirtilsa bu alohida kasallik sifatida olib chiqilmagan. Bu haqli savol. Haqiqatan ham anal treshina bosh joydagi yirtiq, bosh joydagi travmalar kabi bu ham yirtilish. Faqat bu anal kanaldagi yirtilish boshqa yirtilishlar, boshqa joydagi jarohatlardan davolashi, taktikasi, tuzalishi birmuncha farq qiladi. Shuning uchun bu kasallik alohida nozologiya sifatida alohida o'rganiladi. Buni davolash usullari alohida, taktikasi, lecheniyasi, operatsiyalar alohida hisoblanadi. Demak, tushunarli, bemor hojatga borganda hojat qilishda axlat qattiq keladi va natijada shilliq qavatni yirtib o'tadi. Bu anal treshina deyiladi. Anal treshinani joylashish bo'yicha formalari bor. Birinchisi, mana orqa soha dumaloq shaklda, deylik mana qo'limdagi soat shaklida, soatga o'xshaydi. Orqa soha tepada 12, pastda 6, yonda 3, bu tomonda 9. Soatda tasavvur qilsanglar shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Bemorlarda ko'pincha anal treshina soat 6 bo'yicha shakllanadi. 6 da axlat chiqarganda mana orqadan yirtib chiqadi, soat 6 bo'yicha. Ikkinchi eng ko'p uchrab turadigan holati bu oldingi devorda, ya'ni soat 12 bo'yicha yirtiladi. Ba'zi hollarda bemorlarda ham 6 ham 12 da yirtilishi mumkin. Ba'zilarda yon tomondan bokovoylarda ham yirtilishi mumkin. Bu ko'p sonli anal treshina deyiladi. Odatda demak soat 6 bo'yicha yirtilib chiqadi. Nimaga ko'pincha 6 da? Chunki soat 6 da, ya'ni bizning tilda zadniy stenka deyiladi. Orqa devorga joylashgan mushaklar birmuncha demak elastikligi pastroq hisoblanadi. Shu hisobda axlat chiqayotganda bu elastikka o'xshab kengayish kerak, shu kengaymaslik hisobiga bu demak yirtilib qoladi. Kasallikning davomiyligi bo'yicha ikki turga bo'linadi. Bu o'tkir davri bor, bu surunkali davri bor. Yoki ruscha aytganda ostriy faza, xronический fazasi bor. Farqi nima? O'tkir fazani eng oddiy tilda farqlash, kasallik birinchi marta paydo bo'ldi. Bemor hojatga bordi, bemor ichi keldi va o'sha kuni bemor og'riq his qildi. Qanaqadir hojatda og'riq his qildi, axlat chiqqandan keyin achishdi, 1 soat, 1,5 soat davom etdi. Orqani tozalayotganda qog'ozda ozgina qon borligini sezdi. Mana bu kasallikning birinchi kuni. Mana shu kasallik birinchi kundan boshlab to 2 oy surokgacha. Ya'ni bu degani 8 hafta bo'ladi. 8 haftagacha bo'lgan davr kasallikning o'tkir ketishi deyiladi. Ya'ni ostriy davr. Agar kasallik 2 oydan oshib ketadigan bo'lsa, ya'ni 2 oy degani har kuni shu bemor hojatga boradi, ba'zan qonaydi, ba'zan qonamaydi, og'riq bo'ladi, achish bo'ladi. Mana shunaqa qilib 2 oygacha yurdi. Bu 2 oygacha demak o'tkir davri. Agar 2 oydan keyin shu narsa davom etaversa, bu demak xronический formasi deyiladi, surunkali formaga o'tganini bildiradi. Buni farqlash nimaga kerak? Buni farqlash haqida hali pastroqda yana gapirib o'taman. Demak, kasallik tushunarli, o'tkir va surunkali davrga bo'linadi.
Yana bir ko'rsatish belgisi, endi buni ko'proq vrachlar, proktolog o'sha sizni osmotr qilayotganda biladi. O'sha o'tkir davr bilan surunkali davrni farqlash, demak o'tkir davrda chiziqsimon yirtilish bo'ladi, atrofda hech qanaqa granulsion to'qima, fibrozlangan, chandiqlangan to'qima bo'lmaydi. Surunkali formaga o'tganda xuddi mana shu yirtilish ellipsimon shakliga keladi. Buni atrof to'qimasi chandiq bo'lgan, granulsion to'qima o'sgan holatda, fibrozlangan holatda bo'ladi. Kasallikning klinik belgilari, endi bemor nimani his qiladi? Bemor qayerdan biladi o'zida anan trishina hosil bo'lganligini? Buni 3 ta klinik belgisi bor. Balki sizda ham shu klinik belgilar namoyon bo'layotgan bo'lsa, biling, demak sizda anan trishina hosil bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Bu birinchisi. Bemorda hojat paytida og'riq va hojatdan keyin og'riq. Boshqa payt yaxshi yuradi. Qachon hojatga borsa, bemor og'riq his qiladi. Nimaga? Chunki axlat chiqayotganda o'sha yarani yana yirtadi, yana bemor og'riq his qiladi. Hojatdan keyin 1,5-2 soat, 3 soat, kimlar 5 soatgacha ham og'riq mumkin. Bu birinchi belgisi. Ikkinchi belgisi kam miqdorda qonish. Qonash, ya'ni qon bo'lishi bu muhim emas. Ya'ni menda ko'pchilik aytadi, menda qonamayapti. Yo'q, qon bo'lishi bu asosiy faktor emas. Kimdadir qonashi mumkin. Chuqurroq yetilgan bo'lsa. Kimdadir yuzaroq bo'lsa, qonamasligi ham mumkin. Lekin odatda klinik belgilarda qonash kuzatiladi. Bemorda qonash kam miqdorda, tozalanganda qog'ozda yoki axlatda chiziqsimon qonash. Bu ikkinchi klinik belgisi. Uchinchi klinik belgisi va muhimlardan biri bu orqadagi spazm, orqadagi qisilish. Ya'ni bemorlar his qiladiki, hojatga borganda hojat qilish qiyin, chiqarish qiyin, nimadir qarshilik bordek, nimadir to'sib qo'ygandek tuyulaveradi. Bu narsani biz tilda spazm deyiladi. Ya'ni orqa mushaklarning siqilib qolishi yoki yopilib qolishi. Nimaga? Chunki har safar hojatga borib, bemor og'riq his qilaverib, har hojatga borar, axlat o'tadi joyda bemor og'riq his qilaverib, bu insonning miyasi uchun shok, miyasi uchun qaysi ma'noda diskomfort holat. Natijada miyada va o'ng ostida shu narsa paydo bo'ladiki, orqani yopib qo'ysak, orqani mushaklarni qisib qo'ysak, ya'ni axlat chiqmasa u joydan bu shu og'riqlarni his qilmaymiz degan bir sodda tilda tushuntiryapman. Shunaqa bir mexanizm vujudga keladi. Natijada u orqani qisishga harakat qiladi, shu axlat o'tkazmaslikka harakat qiladi. Lekin bu teskari reaksiya beradi. Orqa qancha qisilgan sari, qancha yopilgan sari siz xohlaysiz, xohlamaysiz hojat kirasiz, natijada o'sha qisilgan joyda majbur ochishga majbursiz. Natijada og'riqlar yana kuchayib boradi. Demak, qaytaraman. Birinchisi bemorda og'riq, hojat va hojatdan keyin. Ikkinchisi kam miqdorda qonash, ba'zan bo'lishi mumkin, bo'lmasligi ham mumkin. Uchinchisi spazm. Bu ham ba'zi hollarda, ba'zi turlari trishinalarda bo'lmasligi ham mumkin. Demak, 3 ta klinik mana shu triada deyiladi, trishinaga tegishli bo'lgan triada. Kasallikni demak keltirib chiqarish sabablarini bemorlar qachon trishina bo'lib qolishi mumkin? Eng ko'p uchragan sabablardan biri, boya aytdim, bu anan trishinada ichning qotishi. Ichning doimiy ravishda qotib kelishi, qattiq bo'lib kelishi bu anan trishinaga asosiy sabab bo'ladi. Ikkinchisi, yeyotgan ovqatlarda achchiq, gazli, ayniqsa spirtnoyning ko'p miqdorda bo'lishi. Mana bu narsalar ham trishinaga sabab bo'ladi. Uchinchisi, o'tirib ishlash. Ofisda o'tirib ishlash, taksist bo'lsangiz rulda masalan doimiy ravishda o'tirish, bankda ishlashingiz mumkin. Umuman siz o'tirib ishlaydigan kasb egasimisiz, sizda anan trishina hosil bo'lish ehtimoli yuqori. Nimaga? Sababi siz o'tirib ishlagan vaqtda sizda orqa sohada qon aylanishi birmuncha buziladi. Doimiy ravishda o'tirish insonni demak qon aylanishini buzadi. Shuning uchun maktab darslarida e'tibor bergan bo'lsak, hammamiz maktabda o'qiganmiz, 40-45 darsda demak o'tiriladi, 5-10 daqiqa tanaffus beriladi. Nimaga? Chunki shu vaqtda turib, yana ozgina harakat qilib, qon aylanishini yaxshilab olish. Ko'p do'lga o'tirib qolish, soatlab o'tirib qolish o'sha joyda qon aylanishini buzadi. Qon aylash natijasida bemorda shilliq qavatlarda yorilish paydo bo'lishi mumkin. Bu ham bir anan trishina sababi. Keyingisi travmalar. Bemorlar har xil travma olgan bo'lsa, yiqilib tushgan bo'lishi mumkin. Qanaqadir bir vaziyatga tushgan bo'lishi mumkin. Tushunarli. O'sha vaqtda qanaqa travma hisobida shilliq qavatning yirtilishi bu ham bir sabab. Keyingi sabablardan biri bemorlarda ichaklarning yuqori qismida har xil yallig'lanish kasalligi bo'lishi. Masalan, deylik Crohn, niyak kabi kasalliklarda ham anan trishina beradi. Yana bir sabablardan biri, bu narsa esimdan chiqib qoldi. Bemorda ich qotishga qarshi, ya'ni ich ketish ham anan trishinaning asosiy sabablaridan biri. Bemor har hojatga borganda, masalan, ichingiz ketishni boshlab, 4-5 marta, 10 marta hojatga kiradi ichga ketganda bemorlar. O'sha vaqtda har safar suyuq axlat kelib, suvli axlat kelib, shilliq qavatdan chiqib ketganda shilliq qavat yirtib o'tib ketib qoladi. Mana ko'pchilik biladi, oramizda ustalar bo'lsa balki bular, o'sha hozirgi kunda masalan temirlarni yoki qaysidir metalni qirqish uchun bolgarkadan emas, suvli o'sha arilardan foydalanadi. Ya'ni suv katta bosimda beriladi, o'sha suv bilan qirqadi. Xuddi shunaqa. Orqadan axlat chiqayotganda ham ichib ketganda, kuchli qorinda og'riq bo'lib ichib ketganda, o'sha suv otilib chiqayotgan axlat 25-30 metr sekundgacha otiladi. Ya'ni katta tezlik. Bir deganda 30 metrgacha yetadigan darajada bosim bilan chiqadi. Bu конечно shilliq qavatlarni yirtib, zararlab o'tib ketib qoladi. Shuning uchun aytiladiki, proktologiyada, umuman o'zi meditsinada bemorning ichi qotib qolgani yaxshiroq,
chin ichi ketib qolgandan ko'ra. Endi bir tanlov bo'lsa demoqchimanda, aslida ikkalasi ham yomon, lekin ichi ketish xavfliroq hisoblanadi. Bu ham bir keltirib chiqarish sabab hisoblanadi. Xo'p, gapni ko'p cho'zmasdan kasallikni davolash haqida o'tamiz. Kasallikni ikki xil usulda davolash mumkin. Birinchisi dorilar bilan, ya'ni biz tilda konservativniy deyiladi. Dorilar, mazlar, sevchalar, tabletkalar, banchkalar. Keyingisi xirurgik usulda, ya'ni jarrohlik usulda. Qachon dorilarni davolaymiz? Bu tepada e'tibor bergan bo'lsangiz, kasallikning kechishi bo'yicha ikki turga bo'lgandek. O'tkir davri, surunkali davr. Agar bemorda treshina hali o'tkir davrda bo'lsa, ya'ni boshlanganiga 2 oygacha bo'lmagan bo'lsa, bunda bemorni treshinasini dorilar bilan davolash mumkin. Bu imkonli. 100% gacha ham tuzatib olish mumkin. Endi baribir osmoterapiyada ko'riladi, atrof to'qimas chandiqlanib ketmagan, gransiya to'qi o'sib ketmaganmi qaraladi. Odatda 2 oygacha u o'smagan bo'ladi. Shunaqa davrda biz bemorlarga konservat lecheniya yozib beramiz. Konservat lecheniya dorilar bilan davolash. U nimani o'zicha oladi? 3 ta komponentni o'zicha oladi. Birinchi navbatda yarani bitkazuvchi dorilar berishimiz kerak. Ya'ni treshina bu yara, yirtilgan yara. Unga bitkazuvchi, shilliq qavat tezroq bitilgan tiklovchi dorilar beriladi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, ichni doimiy ravishda yumshoq qilib turishimiz kerak. Ya'ni yarani bitkazish dori bersak, bu yara bitayotgan payt axlat yana qattiq kelib qolsa, bu tabiiy yana treshinani bitishiga qarshilik qiladi. Demak, yarani bitkazuvchi, ichni yumshoq keltiruvchi va uchinchisi va eng muhimi va ko'pchilik bu narsaga amal qilmaydigan turi bor. Bu nima? Spazmga qarshi dorilar. Boya aytdim, orqada qisilish bo'ladi. Mana qisilishga qarshi dori berishimiz kerak. Aptekadan yaram bitkazuvchi dorilar oladi, ichni yumshoq keltiruvchi dorilar oladi, lekin spazmga qarshi dori olmaydi. Chunki u haqda ma'lumotga ega emas. Bu juda katta xato. Siz ikkitasini qilganingizda uchinchisini qilmasangiz foydasi yo'q. Ya'ni anal treshinalar orqadagi qisilib turgan spazmni tonus turgan mushakni yumshatmagunizcha hech qanaqasiga dori bilan davolash imkoniyati yo'q. Balki bordir, juda kam miqdorda, lekin to'g'ri lecheniyasi spazmni yumshatsangiz keyin bitadi. Shuning uchun lecheniya qilganda bu mana shu 3 ta komponentga e'tibor qaratishimiz kerak. Tabiiy savol paydo bo'lishi mumkin. Spazmga qarshi nima dorilar bor? Spazmga qarshi dorilar o'zi ko'p emas. Bu ko'proq aptekada tayyorlanadigan dorilar, ya'ni tayyor holda sotilmaydi. Bular nitroglitserin 0% emas, nifedipin 0% emas, yoki diltezin degan mazlar bor. Aynan shu orqadagi spazmni yumshatadigan dorilar. Diqqat qilamiz o'rtoqlar. Lecheniya qilinganda, anal treshinani davolashda spazmga qarshi dori qo'shmasangiz, siz olayotgan lecheniyadan foyda yo'q. Va bu kasallik tez orada o'tkir davrdan surunkali davrga o'tadi. Surunkali davrda u narsani operatsiya qilish kerak. Keyin u davrda foyda yo'q sizga lecheniya bergan. Tushunarli-a? Shuning uchun qayta-qayta aytayapmanki, siz lecheniya qilayotganda albatta spazmga qarshi dorilar oling. Nifedipin, nitroglitserin yoki diltazin uchalasidan bittasi. Bu dorilar aptekada sotilmaydi, tayyorlanadi. Keyingi davolash usuli bu, demak, lecheniya xirurgический. Xirurgический lecheniya nimadan iborat? Xirurgik lecheniya ham ikki usulda bo'lishi mumkin. Ikki turga bo'lishi mumkin. Birinchisi, demak, bu kam jarohat yetkazadigan, ya'ni maloinvazivniy xirurgiya, kamroq jarohat yetkazadi, tezroq tuzalish ta'minlaydi. Ikkinchisi, traditsionniy, ya'ni shu paytgacha qilib kelgan an'anaviy usul. Maloinvazivniy usul, ya'ni kam jarohat yetkazadigan usullardan eng ko'p tarqalganlardan biri bu lazer yordamida treshinani destruksiyasi. Lazer mexanistik bo'ladi, treshina o'sha yordamida kuydiriladi, treshinani, demak, fibroz to'qimalar yirtiladi, natijada bemor sog'lom hayotga qaytariladi. Keyingisi shu an'anaviy usul, treshina ikkita miya, hosil bo'lgan treshina ellipsoid shaklda shilliq qavat qirqib olinadi. Agar bemorda spazm kuchli bo'ladigan bo'lsa, sfinkterotomiya qilinadi, ya'ni yonbosh tirosi sfinkterotomiya qilinadi. Shu bilan bemor holatdan chiqib ketadi. Mana bu ikkita usullar va bundan tashqari ham ikkita usullari bor. Masalan, blokadalar bor. O'sha treshina tagida blokada qilish yoki botulotaksillar bilan relaksatsiya chaqirish treshinani bitkazish uchun. Yoki PRP terapiya deydi, qon olib o'sha yordamida yarani bitkazishga harakat qilish. Bu usullar ham o'ziga yarasha yaxshi, lekin har doim bu usullar bilan natija olib bo'lmaydi. Bu qachon bemor operatsiyaga qarshi ko'rsatma bo'ladigan bo'lsa, o'shanda bu usullar taklif qilinadi, shu usullar yordamida yarani bitkazishga harakat qilib ko'riladi. Bu kasallikni davolash haqida umumiy tushunchalar edi. Shu joyga bir narsa esimga tushib qoldi. Ba'zi bir ijtimoiy tarmoqlarda ko'rib qoldikki, anal treshinani lazer bilan davolab bo'lmaydi degan gaplar. Bu gaplarda unchalik jon yo'q, ya'ni asosga ega emas. Anal treshinani lazer bilan bemalol chiroyli usulda davolash mumkin. Shu paytgacha davolab kelyapmiz. Allohga shukr, bundan keyin ham natijasi yaxshi bo'lgani uchun biz davolashda davom etamiz. Ya'ni anal treshinani lazer bilan davolash mumkin. Operatsiyadan keyin bemorlarda o'rtacha tuzalish davri 1 oy. 1 oygacha bemor o'zini parvarishlab turadi, operatsiya qilib turiladi. Og'riqlar masalasi 10-14 kungacha bo'lishi mumkin. Hojatga kirganda bilinadi. Ba'zan kuchayadi, ba'zan tushadi. Shu bilan kasallikdan chiqib ketadi. Kasallik qaytalanishi mumkin. Ko'pchilik qiziqadigan savol.
kasallik operatsiya qilinsa qaytalanishi mumkinmi degan savolga shunaqa javob berish mumkinki, agar siz o'sha tirishchani olib tashlaganingizdan keyin, uni operatsiya lazer yoki oddiy usulda olib tashlaganingizdan keyin hech qachon operatsiya qilingan joyda tirishna qaytib hosil bo'lmaydi. U joy chandiq bo'ladi, u joy fibroz to'qima o'sib, boshqa joydan tirishna hosil bo'lish ehtimoli juda kamayadi. Lekin orqa dumaloq shaklda. Orqa dumaloq shaklda bo'lganligi uchun qachondir axlat chiqarishda qiynalyapsiz. Ya'ni axlat qattiq kelib qoldi. Natijada bemor hojat qilayotganda mana bu joyda operatsiya bo'lgan bo'lsa, endi hech qachon bu joydan yirtmaydi. Lekin orqa dumaloq shaklda bo'lganligi uchun shilliq qavat ko'p bu yoqda. Boshqa joydan yana yirtib qo'yishi mumkin. Bu devordan, tepadan, pastdan yana yirtib qo'yishi mumkin. Bu degani kasallik qaytalandi emas, kasallik boshqatdan paydo bo'ldi degani. Sizda boshqa tirishni paydo bo'ldi degani. Shuning uchun kasallik qaytalanadi degan savolga mana shu usulda javob bersa bo'ladi. Sizda kasallik qaytalanmaydi xohlasa, lekin ichi qotib yuradigan bo'lsa, boshqa joydan yana tirishni hosil bo'lishi mumkin deb tushuntiramiz bemorlarga. Profilaktika nima qilsak tirishnaga chalinmaymiz. Eng asosiysi ichi qotirmaslik. Sog'lom turmush tarziga amal qilish. Hop, ko'proq o'tirmaslik, og'ir narsa ko'tarmaslik va albatta achchiq gazli spirtli mahsulotlardan uzoqroq yurish kerak. Bu eng asosiy, demak, tavsiyalardan biri hisoblanadi. Azizlar, sizlarga bermoqchi bo'lgan qisqami, uzunmi ma'lumotim shundan iborat. Kim uchundir foydali, kim uchundir zerikarli. O'ylaymanki, eng sodda tilda tushuntirishga harakat qildim. Qanaqadir savollar, fikrlar, mulohazalar bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirishingiz mumkin. Biz imkon qadar har bir kommentariyaga o'z fikrimizni, munosabatimizni bildirib borishga harakat qilamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Kanalga obuna bo'lmasdan ko'rayotgan bo'lsangiz, albatta obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Hali bundan keyin ham siz uchun qiziq bo'lgan chiroyli mavzularda ma'lumotlar yetkazib borishga doim harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, yaxshi kunlarda ko'rishguncha.